Ikkiyuzlamachi insonlarning 6 belgisi. 1. Yuzingizga kulib, ammo ortingizdan g'iybat qiladi. Yuzingizga qarashadi, tabassum qilishadi, ammo ortingizga burilganingizda esa sizni yomonlab, g'iybat qilishadi. Ikkinchisi, manfaatkorlar. Sizga yaqinlashishining sababi sizni rostdan ham sevganlari emas. Umid qilishadi. Siz ishiga yaramaganingizda esa sizni darrov tark etishadi. 3. Bir so'zli emas. Bugun sizga boshqacha gapirsa, ertaga boshqacha gapiradi. Gapirganlari va qilganlari orasida katta farq bor. 4. Doimiy har xil niqoblari bor. Har kimga har xil ko'rinishadi. Kim bilan gaplashsa, unga ko'ra harakatlanadi. Haqiqiy yuzini aslo osonlikcha ko'rsatmaydi. 5. Gap tashiydigandir. Doim boshqalar haqida gapiradi va doim boshqalar haqida nimadirlarni tushuntirishga harakat qiladi. Va shuni bilingki, boshqalarning gapini sizga aytayaptimi, sizni gapingizni ham boshqalarga aytadi. 6. Vijdonlari jimjit. Ko'ngil sindirishdan, yolg'on gapirishdan, insonlardan foydalanishdan ko'ngillari aslo rohatsiz bo'lmaydi. Robbim bizlarni ikkiyuzlamachilikdan himoya qilsin va bunday insonlardan bizlarni uzoq qilsin. Amin, amin, amin.